Pul tili o'zi bizani nimanidir tushunish tilimiz borda. Nimanidir biza to'g'ri tushunib olishimiz kerak bu hayotda. Kim qanday tushunsa, xuddi shunday tushuntiradi. Insonlar, vaziyatlar yoki Xudo deylik-da. O'shanga ko'ra, masalan, kimdir qachon ko'p pul topa oladi? Agar unga hech kim pul bermasa, ko'p pul topishga ketsa, bu uni o'sha tili. Ya'ni hech kim pul bermaslik uni pul tili hisoblanadi. O'shanda tushunadi u. Boshqachasiga tushuna olmayapti. Yokida bitta odam qarz deylik va qarzini qachon to'lamoqchi, qachon shuni tushunmoqchi qarzni to'lash kerakligini, qachonki uni ustidan yozishsa yo uyidan kelib bir narsani olib ketishsa, keyin u harakat qilib pul topyapti. Demak, uni tili ustidan yozganda tushunadi. Biza shu sababli shu darajagacha olib boramiz. Masalan, kimdadir hammada har xil uni tushunadigan pul tili. Men bu yoqda yozib chiqqanman. Hozir bitta-bitta ko'rib chiqamizda. Masalan, kimdadir men aytdim-ku, men ustimdan kulishganida, men to'xtovsiz ketganman rivojlanishga-da. Qaramasdan